varikotseli haqida gapirmoqchi edim. Juda ham ko'p keladigan savollardan, juda ham ko'p qidiriladigan savollardan, juda ham muammoli mavzulardan biri bu varikotseli o'zi yashirin ketishi mumkin. Hech qachon sizni bezovta qilmasligi mumkin, lekin asosan uylangandan keyin aniqlanadigan kasalliklardan bittasi. Ya'ni uylanasiz, 6 oy yashaysiz, 1 yil yashaysiz, lekin homiladorlik kuzatilmaydi. Albatta varikotselini tekshirishdan boshlash kerak. 70% bepushtlikning sababi varikotseli kasalligi hisoblanadi. Bu kasallik o'smirlarning 30-40%da uchraydi. Ko'proq yana voyenkomatlarda vrach ko'rgi vaqtida aniqlanadi yoki voyenniy uchilishchilarga topshirayotganda prokuratura organlari, ichki ishlar, milliy xavfsizlikka topshirayotganda medosmotrda, ya'ni tibbiy ko'rik vaqtida aniqlanadigan kasallik. Shunchalik ko'p darajada uchraydiki, hammani operatsiya qilish kerakmi? Yo'q, albatta. Jarrohlikka asosiy eng ko'p sabab bepushtlik. Ya'ni uylangansiz, 1 yil davomida regular jinsiy aloqadasiz ayolingiz bilan, ya'ni siz chet elga ketmagansiz, uyingizda yashab yuribsiz-da 1 yil davomida. Ayolingizda homila bo'lmasa, lekin sizda varikotseli aniqlansa, urug'ning sifati past bo'lsa, bu jarrohlik amaliyoti uchun ko'rsatma. Ya'ni прямое показание deydi. Ko'rsatma, ya'ni varikotselini operatsiya qilish kerak. Ikkinchi sababi esa og'riq bo'ladi, moyaklarda. Ya'ni o'sha chap tomon, o'ng tomonda moyaklarda simlovchi, sanchuvchi og'riqlar bo'ladi. O'sha holatda varikotseli operatsiya qilinadi. Ya'ni bolevой sindrom kuchli kuzatilgan holatlarda. Ya'ni keyingi holat kosmetический, ya'ni 3-darajali varikotseli tomirlar bo'rtib chiqadi. Bemor har doim, erkak kishi har doim moyakaga qaraganda qanaqadir noxislik sezadi, ya'ni ko'rganda qo'rqib ketadi. O'sha holatda tomirlarni operatsiya qilinadi. Va yana bitta sporniy momenti bor. Bir xil adabiyotlarda keladiki, jinsiy zaiflikda ham varikotseli olish kerak. Men o'zim jinsiy zaiflikda varikotseli olishga juda ham tavsiya bermagan bo'lardim, sabab bu isbotlanmagan. Bu shunaqa teoriya bor. Varikotseli testosteronning miqdorini kamaytirib yuboradi. Ya'ni moyaklar yaxshi ishlamagan hisobiga. Moyaklarda o'zi ikkita funksiya bor, aytib o'tish kerak. Birinchisi urug' ishlab chiqaradi, nasl qoldirib, naslni davom ettirish. Ikkinchisi testosteron gormonini ishlab chiqarib, jinsiy aloqani, jinsiy faoliyatni kuchaytirib berish. Maqsad shu. Varikotseli moyaklarning funksiyasini buzib, ya'ni moyaklarning hajmini kichirayish hisobiga testosteron miqdori kamayib ketadi. O'sha holatda ba'zi avtorlar aytadiki, varikotselini olish kerak. Ya'ni operatsiyaga bu ham bir ko'rsatma bo'lib qoladi. Agar sizda varikotseli aniqlangan bo'lsa, quyidagi raqamlarga murojaat qiling. Mikroskopik marmara usulida biz jarrohlik amaliyoti bajaramiz. Ya'ni marmara qanaqa usul? Moyakni chov kanalidan moyak ustidan kichkina 1 sm, 1,5 sm kesma bo'ladi va o'sha yerdan tomirlarni mikroskop ostida bog'lab tashlash, olib tashlash bu marmara deyiladi. Bir xil bez mikroskopi yoki peshonaga halqa taqib, lupa taqib oladi-da, marmara deb bemorlarga tavsiya qilib o'tiribdi. Albatta mikroskopik usulni ustunliklari juda ham ko'p. Hozir zamonaviy tibbiyot rivojlangan, katta tomirlarni, mayda tomirlarni ham katta qilib ko'rsatib beradigan mikroskoplar mavjud. Murojaat qilinglar. Yordam berganimizdan xursand bo'lamiz albatta.